Assalomu alaykum. Men Hamrayo Sanora Atayevni Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti materialshunoslik va standartlashtirish kafedrasi professori. Bugun men magistratura talabalari uchun eksperimentni tashkil etish va rejalashtirish fanidan passiv eksperimental tadqiqotni rejalashtirish mavzusida ma'ruza qilmoqchiman. Ma'ruzada belgilangan rejalar bo'yicha kirish, passiv eksperimentning mohiyati, passiv eksperimentni rejalashtirish bosqichlaridan iborat. Eksperimental tadqiqotlar fan va texnikada yangi bilimlarni shakllantirishning asosiy uslubi hisoblanadi. Eksperimentlar ikki guruhga bo'linadi: aktiv va passiv. Agar tadqiqotchi omillarni, ya'ni faktorlarni mustaqil boshqarib, ularning qiymatlarini belgilay olsa, bu aktiv eksperiment bo'lib hisoblanadi. Agar tadqiqotchi omillar qiymatlarini o'zgartirmasa, faqat kuzatuvchi bo'lsa, u passiv eksperiment hisoblanadi. Passiv eksperiment sanoat, texnologiya, ekologik, tabiiy, ijtimoiy sohalarda keng qo'llaniladi. Chunki ko'p hollarda omillar tabiiy holda emas, ular o'zgarib turadi va tadqiqotchi ularni nazorat qila olmaydi. Passiv eksperimentning mohiyati. Passiv eksperiment bu tadqiqot usuli bo'lib, unda tadqiqotchi omillarning qiymatlarini o'z qo'li bilan o'zgartira olmaydi, balki mavjud jarayon yoki obyektni tabiiy holda kuzatadi va ma'lumot to'playdi. Asosiy xususiyatlari: tadqiqotchi omillarning qiymatini maxsus ravishda o'zgartirmaydi. Barcha omillar tabiiy ravishda qanday o'zgarayotgan bo'lsa, shu holat qabul qilinadi. Tadqiqotdan olinadigan ma'lumotlar real sharoitlardan tayyor holda qabul qilinadi. Asosiy maqsadi shundan iboratki, mavjud jarayonlar, sharoitlar, xususiyatlar haqida ma'lumot yig'ishdan iborat bo'ladi. Qo'llash sohalari: to'qimachilik texnologiyasining tabiiy ravishda yaratiladigan sharoitlarning tahlilini bajarishda, tabiiy sharoitda o'zgaruvchi ishlab chiqarish omillarini bilishda yoki tanishishda, ekologiyada ifloslanish darajasini o'rganishda, iqtisodiy jarayon, talab, taklif, bozor dinamikasini o'rganishda, meditsinada esa bemorlarning tabiiy holatini kuzatishda passiv eksperimentdan foydalaniladi. Passiv tadqiqotni rejalashtirish zarurati. Passiv tadqiqotning ko'pincha tayyor ma'lumotlar bilan ishlaydi. Shu sababli to'g'ri rejalashtirilmasa, tasodifiy xatoliklar ko'payadi. Omillar ta'siri chalkash, bog'liq ko'rinishda bo'ladi. Ishonchsiz holatlar yuz berishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun passiv tadqiqotni rejalashtirish natijaning aniq va ishonchli bo'lishida asosiy bosqich hisoblanadi. Passiv eksperimentni rejalashtirish bosqichlari quyidagilardan iborat bo'ladi. Tadqiqotning maqsadini belgilash, omillarni tanlashdan iborat bo'ladi. Passiv tadqiqot xom ashyo xosalarining o'zgarishiga qanday holatlarda va qanaqa tabiiy sharoitda ta'siri o'zgarishi mumkin bo'ladi. Xom ashyo xususiyatlari hujjatlanmagan yoki nazorat qilinmaydigan tashqi omillar ta'sirida o'zgarib turadi. Namlik, harorat, tolaning joylashtirish tezligi, vaqti, havo oqimining yetkazilishi, bularning hammasi tabiiy sharoit omillari sifatida xom ashyoning sifatiga yoki o'sha ishlab chiqarayotgan sharoitiga ta'sir qiladi. Ishlab chiqarish jarayonining real sharoitida o'zgarishi. Tadqiqotchi texnologik parametrlarni ataylab o'zgartirmaydi. Shunda mavjud dastgoh holati ta'sirida tolalar cho'zilish darajasi o'zgarishi mumkin bo'ladi.
tabiiy omillar ta'sirida, masalan, jun tolasimi, paxta tolasimi, sintetik tolalar bo'ladimi yoki boshqa tolalarning moyilligi darajasi o'zgarib turadi. Sifat indikatorlari uzunlik, diametr, yakkalik, bir jinslilik real harakatda ko'rinishi mumkin bo'ladi. Statistik o'zgaruvchanlik kuzatilishi mumkin bo'ladi. Xom ashyo xossalarining o'zgarishi tabiatan yuz beradigan uchun ma'lumotlar tarqalishi keng bo'ladi. Normal taqsimlanishning yaqin holatda ko'p uchraydi. Ko'p omilli tabiiy ta'sirlar aralash holda namoyon bo'lishi mumkin bo'ladi. Passiv tadqiqotda xom ashyo xossalari tadqiqotchi tomonidan emas, tabiiy va ishlab chiqarish sharoitida ta'sirlar qanday o'rnatilgan bo'lsa, shu holatda tadqiqotchi tomonidan kuzatiladi va o'lchanadi. Omillar 3 guruhga bo'linadi. Bosh omil, masalan, to'quv jarayonini oladigan bo'lsak, to'quv ishlab chiqarish uchun ipning ko'rsatkichlari asosiy bosh omil bo'lib hisoblanadi. Tasodifiy omil bu tadqiqotchi tomonidan boshqarilib bo'lmaydigan, oldindan aniq belgilanmaydigan, tabiiy va texnologik muhit ta'sirida o'zgarib turadigan omillar yig'indisidir. Dastgohda biror qismning sinishi, inson omili, ya'ni to'quvchining e'tiborsizligi, nazoratchining to'quv dastgohidagi nazoratchilarning ishlamasligi, bularning hammasi boshqarib bo'lmaydigan omil bo'lib hisoblanadi. Ma'lumotlarni yig'ish usuli passiv eksperimentda ma'lumot 3 turga bo'linadi. Birlamchi ma'lumot laboratoriya yoki ishlab chiqarishda olinadigan ma'lumotlar. Ikkilamchi ma'lumotlar hisobotlar, arxivlar tomonidan yoki avtomatik to'planadigan ma'lumotlar, datchiklar bo'ladi, sensorlar bo'ladi, priborlar bo'ladi. Shu priborlardan olish mumkin bo'ladi. Passiv eksperimentni matematik, statistik aniqlashda korrelyatsion tahlildan foydalanish mumkin bo'ladi. Bu formulada asosan boshlang'ich olingan qiymatlar va u qiymatlarning o'rtacha qiymati, keyin ikkinchi bajarilgan tajribaning qiymati va ularning o'rtacha qiymati va ildiz ostidagi shu qiymatlarning kvadratdan chiqarilgan qiymati esa korrelyatsion koeffitsiyentni anglatadi. Bu yerda L bir kuchli bog'liqlik, 0 bo'lsa agar bog'liqlik yo'q degan narsani anglatadi. Agar -1 ga teng bo'lsa agar teskari bog'liqlikni anglatadi. Endi biz bunday olib qaraganimizda tajriba o'tkazishda albatta biz oladigan natijalarimizni matematik, statistik tahlil qilishda regression tenglamalardan foydalanishimiz tabiiy. Bu yerda B nolvoy o'sha olgan tajriba natijalarimizning o'rtacha qiymati hisoblanadi. B1'imiz beta 1, beta 2, 3, 4 va hokazo. Bular o'sha regression koeffitsiyentlar bo'ladi. Koeffitsiyentlar berilgan formulalar orqali aniqlanadi. X1, X2, X3larimiz esa shu bajarayotgan o'zgarishlar yuz beradigan omillar bo'lib hisoblanadi, ta'siri. Normalizatsiya degan narsa bor. Normalizatsiya bu asosan to'qimachilik sanoatidagi shu normalizatsiyaga qoldirsangiz bo'ladi. Normalizatsiyani o'chirib tashlang. Normalizatsiyani o'chirib